Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan gemonetik anemiya kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Gemonetik anemiya bu eritrotsitlarni gemoniz bilan natijasida yuzaga keladigan anemiya turi hisoblanadi. Ya'ni eritrotsitlarni gemonizi deganda eritrotsitlarni parchalanishi bilan namoyon bo'ladigan anemiya turini biz gemonetik anemiya deb nomlaymiz. Xo'p, endi eritrotsitlarni gemonizi, ya'ni ularning parchalanishi qanday yuzaga keladi? Ya'ni ularga nimalar sabab bo'ladi? Shunga ko'ra biz ya'ni eritrotsitlarni gemonizi yuzaga kelish sabablarini ikki xil turga bo'lib olamiz: endogen hamda eksogen sabablar. Endogen sabablar deganda bu aynan shu eritrotsitni o'ziga bog'liq bo'lgan sabablarni biz endogen gemoniz deymiz. Agar mabodo eritrotsitga tashqi muhitdan turli xil omillar ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, ya'ni tashqi tomondan eritrotsitga ta'sir ko'rsatiladigan bo'lsa, biz buni eksogen gemoniz deb nomlaymiz. Hozir sizlar bilan batafsil endogen gemoniz qanday yuzaga keladi, eksogen gemoniz qanday yuzaga kelishini to'xtalib o'tamiz. Endogen gemoniz, aytdikki, biz eritrotsitni aynan mana shu eritrotsit hujayrasi deb oladigan bo'lsak, eritrotsit hujayrasini o'ziga bog'lab bo'lgan sabablar bo'lishi kerak bo'ladi. Bu sabablar 3 ta. Birinchisi membranopatiya, ya'ni eritrotsitning membranasiga bog'liq bo'lgan; ikkinchisi gemoglobinopatiya, ya'ni gemoglobinga bog'liq bo'lgan; hamda fermentopatiyalar, ya'ni eritrotsit tarkibida turli xil bioximik reaksiyalarni ta'minlab beradigan turli xil fermentlar bo'ladi. Ana shu fermentlarning yetishmovchiligi hisobiga yuzaga keladigan bo'lsa, biz buni fermentopatiyalar deb nomlar ekanmiz. Xo'p, endi biz gaplashishimiz kerakki, membranopatiyalarga sferotsitoz hamda shu paroksizimal tungi gemoglobinuria holatlari yuzaga kiradi. Bularga bunday qanday amalga oshadi? Shu eritrotsitning membranasi turli xil defekt bo'lishi kerak bo'ladi. Aynan shu defekt hisobiga bizda eritrotsit parchalanib ketishi kerak bo'ladi. Gemoglobinopatiyaga biz o'roqsima anemiyani misol qilib keltiramiz hamda fermentopatiyaga glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza fermenti yetishmovchiligi kasalliklarini biz gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi eksogen gemonizga biz aytdikki, eritrotsit hujayrasiga tashqi tomondan turli xil ta'sir bo'lishi kerak. Bu ta'sirlar birinchisi autoimmun ta'sir, ya'ni eritrotsitga qarshi ishlab chiqarilgan autoantitanalar hisobiga biz bilamizki, komplementga bog'liq bo'lgan gemoniz yuzaga keladi. Xo'p, ikkinchisi bu mikroangepatik gemonetik anemiya turlari. Bu holat asosan TBS sindromida yuzaga keladi, ya'ni turli xil qon tomirlarida yuzaga kelgan mikrotromblar hisobiga qon oqimi orqali erkin harakat qilib kelayotgan eritrotsit shu mikrotromblarga uriladi. Urilish hisobiga ular gemonizini parchalanib ketishi mumkin bo'ladi. Va oxir oqibat bu infeksiyalar, ya'ni biz bilamizki, eritrotsitda aynan gemoglobin hisobiga oziqlanadigan turli xil infeksiyalar bor. Bu kasalliklarga bezgak kasalligi hamda babezioz infeksiyalarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu infeksiyalar ta'sirida ham eritrotsit oxir oqibat nobud bo'ladi va eritrotsit parchalanadi. Biz bilamizki, mana bu joyda eritrotsit gemoniz bo'lyapti. Natijada tabiiyki eritrotsit soni kamayadi. Endi bu narsaga organizm tek qarab turmaydi. Organizm bu jarayonni kompensatsiya qilishga harakat qiladi. Natijada jigar hamda buyraklardan eritropoetin sintezi ortadi. Eritropoetin sintezi ortishi hisobiga bizda mana suyak ko'magidagi o'zak hujayralariga eritropoetin aktivlovchi ta'sir ko'rsatadi. Natijada blast hujayralaridan retikulatsitlardan asta-sekinlik bilan eritrotsitlar hosil bo'ladi. Lekin ko'ryapsiz, yangi hosil bo'lgan eritrotsitlar ham ma'lum bir sabablar tufayli shu gemoniz bo'lib ketyapti. Shuning hisobiga eritrotsitlar soni emas, aksincha retikulatsitlar soni ortib ketgan bo'ladi. Bu gemonetik anemiya uchun klinik laborator muhim belgi hisoblanadi. Ya'ni retikulatsitlarning sonining ortishi gemonetik anemiya uchun xos belgi hisoblanadi. Va bundan keyin ko'rasiz, normal suyak ko'magi, ya'ni suyak ko'magi o'zining vazifasini normal bajarib turaveradi. Faqat u ishlab chiqargan eritrotsitlar ma'lum bir sabablar tufayli parchalanib ketyapti. Shuning hisobiga biz bu yerga normal suyak ko'magi deb yozib qo'ydik. Va muhim laborator belgilardan biri bu retikulatsitlar sonining ortishi hisoblanadi. Xo'p, endi bu slaydimizda biz aynan shu eritrotsitlarning gemonizi qayerda yuzaga kelayotganiga ko'ra ikki xil turga bo'linishini o'rganamiz. Ya'ni gemoniz intravaskulyar hamda ekstravaskulyar turlarga bo'linishi mumkin. Intravaskulyar gemoniz degani qon tomir ichida eritrotsit gemoniziga uchrashi kerak bo'ladi. Ya'ni ekstravaskulyar, ya'ni qon tomirdan tashqaridagi gemonizlar asosan shu taloqdagi makrofaglar, ya'ni umuman olganda taloqda yuzaga keladigan gemonizni biz ekstravaskulyar gemoniz deb nomlaymiz. Endi intravaskulyar gemonizga quyidagi, ya'ni paroksizimal tungi gemoglobinuria hamda mikroangepatik gemonetik anemiyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Jarayon qanday yuzaga keladi? Hozir biz patogenezi bilan gaplashib o'tamiz. Ko'ryapsiz, mana tomir ichida turli xil eritrotsitlar bilan parchalanyapti. Birinchi o'rinda ular tarkibidan laktat dehidrogenaza fermenti ajralib chiqib ketadi, ya'ni eritrotsit tarkibidan chiqib ketadi.
Agar siz mana bu joyda ana shu laktat dehidrogenazaning qondagi miqdorini ortishi ham gemolitik anemiyani bildirib turadigan muhim laborator belgilardan biri hisoblanadi. Hop, gemoliz bo'ldi. Bilamizki, eritrosit tarkibida eritrosit parchalangandan keyin uni tarkibidan gemoglobin ajralib chiqadi. Va bitta narsani aytib o'tib kerakki, erkin holatdagi gemoglobin organizm uchun zararli ta'sir ko'rsatadi. Shuning hisobiga darhol bu gemoglobinni qonda erkin harakat qilib yurayotgan gaptoglobin bilan o'zaro bog'lab qo'yiladi. Bu jarayonni biz gaptoglobin hamda gemoglobinni kompleksi deb nomlaymiz. Lekin gaptoglobinni qondagi erkin holatdagi miqdori kamroq bo'ladi. Shuning hisobiga agar gemoliz bo'layotgan bo'lsa, agar siz bemorni gemolitik anemiya bilan shubhalar qilayotgan bo'lsangiz, siz qondagi gaptoglobinni miqdorini ham tekshirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agar erkin holatdagi gaptoglobin miqdori kamaygan bo'lsa, sizga bu ham muhim laborator belgi hisoblanadi. Aytdikki, biz gaptoglobinda erkin holatdagi gaptoglobin miqdori kam. Shuning hisobiga agar massiv gemoliz yuzaga kelayotgan bo'lsa, barcha ajralib chiqayotgan gemoglobinni bog'lab olishga uni kuchi yetmaydi, miqdori yetmaydi. Shuning hisobiga erkin gemoglobin asta-sekinlik bilan buyrakka borib, buyrakni shu distal hamda proksimal kanalchalar orqali o'tib turib, siydik orqali organizmdan tashqi muhitga chiqib ketadi. Bu jarayonni biz gemoglobin uriya deb nomlaymiz. Bundan tashqari, gemoglobin tarkibidagi temir feritin asta-sekinlik bilan gemosideringa aylanadi. Bunda gemosiderin ham siydik bilan chiqib ketish hisobiga gemosiderin uriya holatini yuzaga keltirishi mumkin. Bu holatda, ya'ni gemoglobin uriya, gemosiderin uriya hisobiga siydik rangi to'q rangga kirib qoladi. Endi ekstravaskular gemoliz taloqda yuzaga keladi. Sferotsitoz yoki autoimmun gemolitik anemiyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu holatda aynan shu eritrotsitdagi turli xil defektlar, turli xil nuqsonlar tufayli ular mana taloqdagi biz aytganimizki retikuloendotelial tizim bor, ya'ni har bitta hujayrani tekshirib o'tkazadigan tizim bo'ladi. Turli xil sinusoid bo'shliqlardan iborat. Bu sinusoid bo'shliqlardan sekin o'tayotganda, bu misol uchun mana sferotsitoz, ya'ni yumaloq shaklga ega bo'lgan eritrotsit bu sinusoid bo'shliqlarni o'tolmaydi. Natijada aynan shu taloqda joylashgan makrofaglar eritrotsitlarni parchalab yuboradi. Natijada taloq zo'riqib ishlaganligi uchun biz splenomegali, ya'ni taloqni kattalashishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi jarayonni yana ham chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, mana taloqdagi makrofaglar eritrotsitlarni parchalayapti. Eritrotsit parchalanish hisobiga gemoglobin ajralib chiqadi. Gemoglobindan gem hamda globin hosil bo'ladi. Globin keyinchalik oddiy aminokislotalarning sintezida ishlatilanishi mumkin. Gem bo'ladigan bo'lsa, turli xil bioximik reaksiyalar orqali bilirubinga aylanadi. Biz bilamizki, bu holatdagi bilirubin bu jigarda konjugatsiyalanmagan, ya'ni bog'lanmagan bilirubin hisoblanadi. Bu bilirubinni, ya'ni bog'lanmagan bilirubinni qondagi miqdorini ortishi bu fermentni, bu pigmentni teriga yoki ko'zni shoh pardasi, ya'ni skleraga cho'kib qolishini ta'minlaydi. Natijada bemorda sariqlik belgisini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizda intra hamda ekstravaskular gemolizning mexanizmi edi. Endi sizlar bilan hozir har bitta kasallikni alohida uni patofiziologiyasi hamda qanday asoratlarga olib kelishi mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Irsiy sferotsitoz kasalligi, bu irsiy sferotsitoz, ya'ni sferot ya'ni yumaloq, sitoz ya'ni hujayra. Ya'ni biz nima haqida gaplashar ekanmiz? Hozirlar bilan ma'lum bir mutatsiyalar hisobiga normal, ya'ni disksimon shakldagi eritrotsit yumaloq shaklga kirib boradi. Bu nima hisobiga yuzaga keladi? Bu albatta mana eritrotsit tarkibida eritrotsit aynan shu shaklda bo'lishini ta'minlaydigan eritrotsit sitoskeleti bo'ladi. Bu sitoskelet aynan shu eritrotsitda disksimon, ya'ni ikki tomonlama botiq disksimon shaklda bo'lishini ta'minlaydi. Endi aynan shu sitoskelet ma'lum bir oqsillardan iborat bo'ladi. Oqsillar misol uchun spektrin, ankirin, band3 degan oqsillar aynan shu shaklni ta'minlab berishda, ya'ni eritrotsitda sitoskeletini muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Endi ma'lum bir sabablar tufayli shu oqsillarning sintezini ta'minlaydigan genlarda mutatsiya bo'ladigan bo'lsa, oqsillar sintezi buziladi, ularning miqdori kamayadi. Natijada eritrotsitda sitoskeleti to'liq shakllanolmaydi. Normal holatdagi eritrotsit anomal shaklga, ya'ni sferotsit, ya'ni yumaloq shaklga o'tib oladi. Xo'p, o'zi aslida biz birinchi o'rinda gaplashaylik. Disksimon shaklga ega bo'lgan shakl aynan qanday muhim vazifalarni yoki qanday ustun jihatlarni beradi eritrotsitga? Birinchi o'rinda aynan shu ikki tomonlama botiq yuzasi eritrotsitlar hamda to'qima o'rtasidagi gazlar almashinuvini yaxshi ketishi uchun keng yuza beradi. Demak, gaz almashinuvi uchun yuza beradi. Ikkinchi o'rinda, aynan biz aytdikki, mana bu taloqdagi
sinusoid bo'shliqlar bo'ladi. Kichkina bo'shliqlar bo'ladi. Shu bo'shliqdan aynan disksimoy shaklga ega bo'lgan eritrosit qayrilib, bukilib, o'zini xullas shaklini o'zgartirgan holatda shu bo'shliqdan o'ta oladi. Endi sfera holatga, ya'ni yumaloq holatga o'tganda biz mana sinusoid bo'shliqqa kirgan o'tolmaydi. Natijada taloqda ekstravaskulyar gemoniz holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda gemonizni ko'ramiz. Mana makrofaglar eritrotsitlarni parchalab olyapti. Birinchi o'rinda mana zo'riqib ishlaganligi uchun talog'imiz kattalashadi, ya'ni splenomegalia holati kuzatiladi. Endi mana eritrotsitdan gemoglobin ajralyapti. Gemoglobin gen bilan globinga aylanyapti. Globin keyinchalik aminokislotalar sintezi uchun ishlatilyapti. Gen temirni o'zidan chiqarib yuboradi hamda gen keyinchalik bilirubinga aylanadi. Bilirubinni qonning miqdori ortishi hisobiga sarig'lik yuzaga keladi. Bundan tashqari bog'lanmagan bilirubin miqdorini ortishi jigarda uni bog'langan bilirubindan miqdori ortadi. Ya'ni jigar faoliyati buzilmagan bo'lsa, o'sha ko'p holatda hosil bo'layotgan bog'lanmagan bilirubinni bog'langanga aylantirishga qobiliyatga ega. Natijada bog'langan bilirubin biz bilamizki o't suvligiga chiqariladi. Agar o't suvligi tarkibidagi bog'langan bilirubin miqdori ortishi uni o't suvligiga cho'kib qolishini, ya'ni o't pufagida bu bilirubinni cho'kishini ta'minlaydi. Natijada turli xil toshlar, ya'ni qora pigmentli toshlar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bu toshlar hisobiga o't pufagiga yoki o't yo'llariga bog'liq bo'lgan turli xil kasalliklar, misol uchun xolesistit, xolidoxolitiaz kabi kasalliklar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu sferotsitozda qanday yuzaga kelishi, ya'ni gemonizni hamda qanday asoratlarga olib kelishi haqida slaydimiz bo'ldi. Endi keyingi slaydimizda paroksizmal tungi gemoglobinuriya kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Har xil savollar tug'ilishi mumkin. Aynan tungi, ya'ni tunda bo'ladimi degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Hozir bu savolga biz javob beramiz. Birinchi o'rinda bu gemoglobinuriya, ya'ni bu kasallikning patofiziologiyasi haqida gaplashadigan bo'lsak, hop, eritrosit tarkibida ma'lum bir oqsillar bo'ladi do'stlar. Bu oqsillar, ya'ni CD55 hamda CD59 oqsillari eritrosit membranasiga turli xil komplement tizimi oqsillari kelib birikishini oldini oladi. Biz bilamizki, komplement tizimi oqsillari har qanday hujayra membranasiga o'tirib, u hujayrani nobud qilishi mumkin bo'ladi. Va har bitta hujayrada, ya'ni organizmimiz uchun muhim bo'lgan, ya'ni o'zimizning hujayralarimizda shu komplement oqsillari birikishini oldini oladigan turli xil oqsillarimiz bo'ladi. Eritrosit tarkibidagi oqsillarimiz bu CD55 hamda CD59 oqsillari hisoblanadi. Endi bu oqsillar hujayra membranasiga ko'prik oqsili bilan bog'lanib turadi. Ya'ni ko'prik vazifasini bajaruvchi oqsil bo'ladi. Bu oqsilni GPI anchor oqsili deyiladi. GPI anchor oqsili hisobiga komplement tizimini himoya qiluvchi oqsillar bilan eritrosit membranasi o'rtasida bog'liqlik yuzaga keladi. Agar aynan shu GPI anchor, ya'ni ko'prik oqsillarini sintezini ta'minlaydigan gen, ya'ni PIK-A genida mutatsiya yuzaga keladigan bo'lsa, bu ko'prik hosil bo'lmaydi. Natijada mana bu CD55, CD59 oqsillarini hujayra membranasiga birikishi buziladi. Natijada keyinchalik mana komplement oqsillari bemalol kirib o'tirib, mana ko'ryapsizlar, o'tirib eritrotsitni nobud qilib yuborishi mumkin bo'ladi. Va bu jarayon aynan shu qon tomir ichida yuzaga kelgani uchun biz bu holatni intravaskulyar gemoniz deb nomlaymiz. Endi mana ko'ring, mana intravaskulyar gemoniz yuzaga kelyapti. Eritrotsit tarkibidan birinchi o'rinda laktat dehidrogenazi ajralib chiqyapti. Biz buni aytdik. Bu muhim laboratoriya belgi hisoblanadi gemoniz yuzaga kelayotganligini bilish uchun, hamda gemoglobin chiqdi. Gemoglobin, aytdikki, erkin holatdagi gemoglobin gaptoglobin bilan kompleks hosil qiladi. Agar gaptoglobin miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, bu erkin holatdagi gemoglobin keyinchalik buyrakdan proksimal hamda distal kanallari orqali o'tib turib, siydik bilan tashqi muhitga chiqib ketadi. Biz bu jarayonni gemoglobin uriya deb nomlaymiz, ya'ni siydik rangi to'q shaklga kiradi. Xo'p, endi bu holat asosan tong vaqtida, ya'ni mana bu tungi nima deyilishiga sababni tushuntirib qo'yamiz. O'zi aslida bu tungi gemoglobinuriya aynan shu faqatgina tunda bo'ladi degan narsani bermaydi. Bu jarayonni dastlabki o'rganish bosqichlarida, ya'ni tarixan oladigan bo'lsak, shu bemorni uxlayotganda tongda turadigan paytda siydik rangi to'q bo'lib qolgan, shuning hisobiga bu jarayon tunda yuzaga kelyapti shekilli deb turib tungi gemoglobinuriya deb nomlangan. Yo'q, lekin bu holat kun davomida ham yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bu gemoniz faqatgina uyqu davrida CD to'planganligi uchun tongda, ya'ni ertalab turganda bemorning rangi kunduziga qaraganda to'qroq bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun tungi gemoglobinuriya deb nomlangan. Xo'p, bu gemoglobinuriyani gaplashib oldik. Endi erkin holatdagi gemoglobin keyinchalik borib turib qonda erkin harakat qilib yurayotgan azot 2 oksidi bilan bog'lanishi mumkin bo'ladi.
Siz yaxshilab eslab boring do'stlar, aynan shu paroksizimal tungi gemoglobinuriya uchun muhim, ya'ni aynan o'zi uchun xos bo'lgan asoratlardan biri bu tromblarni hosil bo'lishi hisoblanadi. Bu kasalliklar, ya'ni aynan bu asorat USML kitoblarida, USML klinik keyslarda juda ham ko'p keladi. Shuni hisobga bilib olishimiz kerak bo'ladi. Tromblar qanday yuzaga keladi? Tromblar qondagi erkin harakat qilib yurgan gemoglobinda azot 2 oksidi bilan bog'lanish bilan boshlanadi. Biz bilamizki, azot 2 oksidi birinchi o'rinda qon tomirlariga ta'sir ko'rsatib, qon tomirlarini kengaytirib turadi. Bundan tashqari, bu azot 2 oksidi qon tarkibidagi trombotsitlarga negativ ta'sir ko'rsatib, trombotsitlarni bir-biri bilan yopishib olishini oldini oladi. Ya'ni antiagregatsion ta'sir ko'rsatadi trombotsitlarga. Xo'p, endi gemoglobin azot 2 oksidi bilan bog'lanib olgandan keyin qondagi erkin azot 2 oksidining miqdori kamayadi. Erkin. Natijada trombotsitlarga antiagregatsion ta'sir kamaygani uchun ular o'zaro bir-biri bilan qo'shilib qoladi. Bu hosil bo'lgan narsani biz agregat deb nomlaymiz. Mana agregat paydo bo'ldi. Endi bu trombotsitlardan hosil bo'lgan agregatlar ko'payib borgani uchun, ko'payib borgan sari bunda jarayon oxiri tromboz hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Ya'ni tromblar paydo bo'ladi. Va endi shu narsani bilib olish kerakki, aynan shu tromboz yuzaga kelayotganligi uchun, ya'ni trombotsitlar o'zaro bir-biri bilan qo'shilib agregatlar hosil qilayotganligi uchun bu holatda siz trombotsitlarning sonini ko'radigan bo'lsangiz, qon tahlilida trombotsitlar soni ham ozgina bo'lsa ham kamaygan holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi narsani aytib o'tishimiz kerak. Aynan shu paroksizimal tungi gemoglobinuriyada paydo bo'lgan trombozning o'ziga xos xususiyati har xil, ya'ni noodatiy bo'lgan joylarda tromblar shakllanib boradi. Misol uchun portal venada. Portal venada tromboz kuzatilib qolishi mumkin. Bundan tashqari jigar venani o'zida ham tromboz kuzatilib, biz bilamizki, Banda-Chiari sindromini, ya'ni jigar venasi trombozi bilan namoyon bo'ladigan kasallikni yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana irsiy sferozidoz uchun xolecistit, xoliditias, paroksizimal tungi gemoglobinuriya uchun tromboz kabi holatlar, ya'ni ular kasalliklar uchun xos bo'lgan asoratlar sifatida yuzaga kelyapti. Xo'p, endi oxirgi gaplashadigan kasalliklarimiz bular glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza yetishmovchiligi anemiyasi hamda o'roqsima anemiya hisoblanadi. Birinchi glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza haqida gaplashib olaylik. Bu glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza o'zi eritrosit tarkibida qanday vazifani bajaradi? Bu ferment eritrosit tarkibida NADH dan NADH hosil bo'lishini ta'minlaydi. NADH glutationdan, ya'ni oksidlangan glutationdan glutation hosil bo'lishini ta'minlaydi. Xo'p, endi buning qanday vazifasi bor? Biz bilamizki, eritrosit o'zi asl holatda to'qimalarga kislorod hamda oziq moddalarni tashish vazifasini bajaradi. Aynan shu kislorod tashish jarayonida eritrosit hujayrasining ichida turli xil ko'pgina erkin radikallar hosil bo'ladi. Bu erkin radikallarni eritrosit tarkibida kuchli antioksidant tizim bo'ladi. Bu antioksidant tizim shu erkin radikallarni neytrallab turadi, ya'ni ularni faoliyat ko'rsatishini cheklab turadi. Endi bu antioksidant tizimi ayniqsa o'sha glutationga bog'liq bo'ladi. Ya'ni glutation hisobiga bu antioksidant tizim kuchli hisoblanadi. Endi glutation sintezi nima hisobiga buzilyapti? Bizda jarayonni boshida turgan glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza kamligi hisobiga bizda glutation sintezi buzilyapti. Natijada erkin radikallar miqdori ortyapti. Biz bilamizki, erkin radikallar hujayra zararlanish mavzusida gaplashganmiz. Bu oqsillarni denaturasiyaga olib kelib qo'yadi. Natijada eritrositning ichida gemoglobin parchalanib turib, har xil kiritmalar, cho'kindilar paydo qiladi hujayra ichida. Siz agar shu holatda mikroskop bilan eritrositni ko'radigan bo'lsak, bu yerda Heyns tanalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Heyns tanalari, ya'ni aynan eritrosit ichidagi gemoglobinning parchalanishidan hosil bo'lgan hisoblanadi. Xo'p, endi aynan shu defektga ega bo'lgan eritrosit taloqqa borib turib, sinusoid bo'shliqdan o'tayotganda sinusoid bo'shliqdan o'tolmaydi. Natijada makrofaglar ko'ryapsizlar, tishlab oladi. Natijada ekstravaskular gemoliz yuzaga keladi. Bundan tashqari intravaskular, ya'ni qon tomirida o'zining ichida o'sha gemoliz yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bu holatni qo'zg'atuvchilari, bu holatni kuchaytirib yuboradigan omillar birinchi o'rinda infeksiyalar, dorilar, misol uchun antimalarial, ya'ni bezgakka qarshi dorilar, sulfanilamid guruhi dorilari, nitrofurantoin unumi dorilari hamda turli xil oziq-ovqat, ayniqsa don mahsulotlari shu erkin radikallarni hosil bo'lishini kuchaytirib yuboradi. Natijada gemoliz kuchayib ketishi mumkin bo'ladi shu holatlarda. Xo'p, endi oxirgi anemiyamiz bizda o'roqsima anemiya holati. O'roqsima anemiya demak,
Shu gemoglobin sintezi hosil bo'layotganda biz bilamizki, gemoglobin oqsil, ya'ni uni alfa hamda beta zanjirlari bo'ladi. Shu gemoglobin oqsili sintezlanayotganda turli xil genlardagi, ba'zi genlardagi mutatsiya hisobiga valin aminokislotasi glutamil kislotasi bilan o'ra almashib qoladi. Natijada shu gemoglobinni beta zanjirida deformatsiya holati kuzatiladi. Natijada ikkita normal holatdagi alfa zanjir hamda ikkita beta mutatsiyalangan beta zanjirda normal holatdagi gemoglobin o'rniga HbS, ya'ni S tipidagi gemoglobin hosil bo'ladi. Bu S tipidagi gemoglobinning o'ziga xos xususiyati ma'lum bir, ya'ni atsidoz, gipoksiya, degidratatsiya, yuqori temperatura holatlarida polimerlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu oqsil polimerlanganda zich, ya'ni qattiq konsistensiyaga ega bo'lgan tolalarni hosil qiladi. Mana qarang, bu oqsillar polimerlanib turib mana tolalarni hosil qilyapti. Bu tolalar qattiq bo'lganligi uchun eritrotsitni shaklini yumaloq, ya'ni disksimosh holatdan o'roqsimon holatga olib kelib qo'yadi. Natijada mana ko'rasizlar, o'roq shaklli eritrotsitlar paydo bo'ladi. Endi bu eritrotsitlar birinchi o'rinda intravaskular gemolizga uchraydi va shu sinusoid bo'g'izlardan o'tayotganda taloqdan o'tolmaydi. Natijada ekstravaskular gemoliz holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu jarayon kuchayib ketishi oqibatida taloqdagi qon tomirlarida ham ular bloklab qo'yadi, ya'ni qon tomirlar yo'lini yopib qo'yadi. Shuning hisobiga taloqda qon aylanishi buzilishi hisobiga taloq infarkti yuzaga kelishi mumkin. Bu hisobiga funksional aspleniya, ya'ni funksional jihatdan taloq o'zini vazifasini bajara olmaydi. Natijada organizmda infeksiyani rivojlanish xavfi ortadi. Streptokok, stafilokok, meningit yoki salmonella kabi infeksion omillarga nisbatan organizmda himoya kuchi kamayib ketadi. Bu o'roqsimon anemiyada yuzaga keladigan asoratlar hisoblanadi.